Paxtachlik, bug'doychilikka bo'layotgan zarar so'nggi yillarda ortib boryapti. O'ta dahshatli keldi-da, u sel endi qo'yaverasiz. Soyga sig'may, boshqa qilmay dampani buzib, mana shu bizda 3 ta fermerni yerini bosib ketdi. Men 3.900.000 pul o'tkazgan bo'lsam, menga 160 million qilib pul tashlab berishdi. Mana xudo xolasa xarajatlarimiz qoplandi. Bankdan telefon keldi. Keyin olib aytsam, shu tingada sug'urtadan 291 million pul tushdi. Men endi ishonmadim. 291 million. 291. Hattoki bir ikkitasi bizdan xufiyona yashirib borib bankdan so'rab ko'ribdi. Shunaqa aka, hali 3 ta fermerga pul tushdi, deyapti. Rostmi, rost, mana tashlab berdi. Biz G'ovasoy soyining mana shu Sirdaryo daryosiga quyilish qismidagi Namangan viloyati Pop tumani Sang qishlog'i hududida turibmiz. Mana shu hududda yilning 10-may kuni juda talofatli sel suv toshqini kuzatilgan. Mana shu o'zan to'lib, toshib, loyqa oqizig'lar bilan, qumliklar bilan oqib, mana shu turgan dambani o'pirib ketib, qishloq xo'jaligi yer maydonlarini urib ketgan, juda ham katta talofat bo'lgan. So'nggi paytlarda iqlim o'zgarish sharoitida intensiv yomg'irlar ko'payapti. To'g'ri, doimiy barqaror suv oqmasida, lekin ora-orada juda talofatli sel suv toshqini kuzatilishi butun respublikaning ko'plab hududlarida hozir kuzatilayotgani hech kimga sir emas. Va bu paytda qishloq xo'jaligiga bo'layotgan zarar, bog'dorchilikka bo'layotgan zarar, mana shu poliz ekinlari deymizmi yo paxtachlik, bug'doychilikka bo'layotgan zarar so'nggi yillarda ortib boryapti. Bo'lganda ham tekislab urib ketadigan darajadagi zarar kuzatilyapti va mana shu yilda 10-11 may kuni mana shu yuqoridagi tog'liklarda yoqqan tinimsiz yog'in bu yilgi barokat yili juda ham ko'p holatlarda barokat bilan birgalikda sinov ham olib kelyapti. Mana shu Sang qishlog'idagi fermerlarning juda ham ko'p ekin maydonlarini urib ketishi fonida bularga dalda berish uchun sug'urta jamg'armasi yordamga kelibdi. Biz mana shu juda ham katta summalarni eshitib, mana shu hududga yetib keldik, chunki so'nggi paytlarda sug'urta kompaniyalariga bo'layotgan fermerlarni yoki mana bog'dorlar yoki boshqa sektor, iqtisodiy sektor tarmoqlarini ishonchi ancha pasaydi, lekin bu yilgi mana shu qishloq xo'jaligi sohasida bo'layotgan ilk islohotlar mevasi sifatida mana o'tgan dasturlarimizda ham chiqdi. Sirdaryolik fermer uchun ajratilgan 243 milliondan yuqoriroq summa fermer uchun to'lab berilibdi va bu fermer bilan gaplashgan holatimizda juda ham bir kayfiyat yaxshiligi, keyingi yil uchun umidi, keyingi yil uchun motivatsiyasi juda ham yuqori ekanligini ko'rdik. 390 million kredit ajratganman bo'lsa 1%ni hosil sug'urtasiga 3.900.000 million ekan bo'pti deb o'tkazib kredit olib ishlatdik. Sug'urta hosili bo'lguncha 180 million olgan edi. Temboli Shinjon suvida ekilgan tomchilab sug'arish juda chiroyligini. Paxtalar chiroyli bo'lib turuvdi. 10-may kungi holat esimda. O'zimizda ozgina yomg'ir tashadi. Mana u G'avasoy bizda tashlamasoy yerda bir 20 yil, 30 yildan shag'i bunaqa suv kelmagan. Bir u 20 yil davomida 94-yilda kelgan, jamunchalik suv kelmagan. Sel kelib o'ta dahshatli keldi-da, u sel endi qo'yaverasiz. Soyga sig'may, boshqa qilmay dampani buzib, mana shu bizda 3 ta fermerni yerini bosib ketdi. 3 tani. Yarim metr roja tashib ketdi, paxtalar yo'q bo'lib ketdi umuman. Endi men o'yladimki, tugadi endi, tamom, paxtani qaytib buzib ekish imkoni yo'q. 1 oy, 1,5 oy umuman texnika kirib bo'lmadi, yetilmadi yer. Qum tashib ketdi. Stressga tushdik, tamom, endi 16 gektar paxta hazil narsa emas. Davlatdan kredit olganmiz. Endi daromad qilishimiz kerak. Tamom. Keyinini hosil sug'urtasi esimizga tushdi-da, elektron ariza jo'natdik. 3 kun ichida men qo'ya qoldim, ishonmagandim. Eksperti, hosil sug'urtasi eksperti o'sha Namangan viloyatidagi xodimi 3 kun ichida kelib, işte o'rganib, videolar qilib, rasmlar olib ketishdi. Men aytdimki, bo'ldi, bular ham ketdi, endi hosil sug'urtasi pul degan narsa tushmaydi shekilli deb o'ylayverdim. Bir kuni telefon qilishdi, keldi, boshqatdan ko'rishdik, gaplashdik. Mana 10 kun bo'ldi. 10 kun ichida 160 million shotimizga pul tushdi, qoplandi. Uni qarangda, men 3.900.000 pul o'tkazgan bo'lsam, menga 160 million qilib pul tashlab berishdi. Mana xudo xolasa xarajatlarimiz qoplandi. Bag'iga endi o'rniga paxta ekib bo'lmagandan keyin qolgan daromadni qoplash uchun mana o'rniga mosh ekdik. Moshimizdan ham chipcha daromad olsak, bu yilgi daromadimiz, kutgan daromadimiz to'g'ri keladi degan umiddaman. Bu suvni ko'rib,
Selni ko'rib, urib ketgan dapani ko'rib, mana 3 ta fermerda suv bosib ketdi. Qo'yaverasiz. Vobshim shokka tushib qoldik. Dehqonchiligimizdan umidimiz tugadi. Necha yillik fermermiz, ko'rib yurganmizda mana jaziramani ko'rdik. Vaqt kelganda do'l yog'ib, ko'saklarni uzib ketgan. Asosiy gapim sug'urta kompaniyaga fermerda dehqonni boru ishonch qolmagan edi. Mana shu yil yangitdan bo'lib sug'urta kompaniyasi mana bizda hozir hamma fermer o'zi Pop tumanidagi fermerlar kuzatib turadi, savol javob qilib turadi. Nima bo'ldi hali yerlaring, ko'rgan joylaring nima bo'ldi? Uni odamlar kelib ham Instagramlarga mana paxta maydonlar suv bosib ketdi, soyga shuncha suv keldi deb hamma vahima qilib tarqatib bergan. Shu qator fermerlar ham ko'rgan uni. Biz hali bu ko'rgan fermer aka nima bo'ldi deb, "Ha, bo'lyapti, ekspertlar kelib ko'rib ketdi. Amaliy yordam beramiz." deb ketgan dedik. Yaqinda birdaniga pul tushib qoldi, o'zimiz ham ishonmay turdik. Uni ko'rib, ishonib, fermerlarga aytdik, "Og'aynalar, mana davlat prezidentimizga rahmat. Mana sug'urta kompaniyasini tashkil qilib, mana bizni zararimizni qoplab berishdi. Tushdi desak, ular ham ishonchsiz dedi. Hattoki bir ikkitasi bizdan xufiyona yashirib borib bankdan so'rab ko'ribdi. Shunaqa aka, hali 3 ta fermerga pul tushibdi, deyapti. Rostmi? Rost, mana tashlab berdi degandan keyin fermerlarda bundan bag'iga ishonch bitdi. Naytolka fermer, bog'dorchilik mana bilasiz, bog'larda ham o'zimiz ham daraxtlarimiz bor. Bahorda yomg'ir ko'p yog'ib, guliga shikast yetib qo'yadi boshqa. Shular ham sekin-sekin ishonch hosil qildi. Sababi bizga pul tashab berganini ko'rib turib, qolganlar ham endi bu yildan keyinga xudo xolasa sug'urta kompaniyasi bilan 100% ishlaymiz. Kimdandir spravka olib kelgan, gidrometdan olib kel, yana agri sug'urta, ya'ni SESdan olib kel. Mana shunaqangi yugurchilik qanaqa bo'ldi? Mana shunaqa byurokratiya qanaqa bo'ldi mana shu jarayonda? Ya'ni yugurlar bilan to'qnash kelmadingizmi? Faqat o'sha o'zimizda agropaltardan o'zim ko'luchim bilan ariza yozib berdim. 3 kun ichida o'sha ekspertlar kelib ko'rdi, holatni o'rganib ketishdi. Biz shundan keyin hech qanaqa yugur palonchi hujjat kerak, yoki balon narsadan o'zlari qilib kelib bir yigitimiz keldilar, o'zlari ekspert ekan, shu viloyatga ko'rib qilib ketdilar. Mana hech qanaqa muammosiz pul tushdi. Hech qayerga yugur ham qilganimiz yo'q. Birovga iltimos ham qilmadik, boshqa ham qilmadik. Endi bizda azaldan shu manfaat hisobiga nimadir qilinsa, tagida baribir uni so'rashadi-da, ya'ni yordam ber, 5 so'm 6 so'm bizga ham chiqarib ber degan gap so'zlar bor. Ya'ni mana shuncha sizda 160 milliondan masalan kichkina pul emas. Shu holat tushganida sizga yordam bergan, qanot bergan insonlar, mana shu tuzilma xodimlari deylik, sizdan pul talab qilish holatlari kuzatilmadimi yo shunga bog'liq qanaqadir ishoralar bo'lmadimi? Hech kim bizga tamagirlik qilib, mana ortiqcha hujjat talab qilinmagan narsa ekspertda o'sha 2 marta ko'rdim. Bir marta yerga kelishganda, qaytib kelib mana qachon yetiladi degan holatda 2 marta keldilar yerga. Shu bilan men hech qanaqa boshqa hech kim bilan gaplashmadik. Bizdan hech kim hech balo talab qilmadi, hujjat ham boshqa ham. Hech kim bunaqa tamagirlik, bunaqa degan narsa u bo'lish mumkin emas. Qishloq xo'jaligi sug'urtasi jamg'armasi bilan keyingi yillarda ham birga ishlaymiz. Mana ishonchli ekan, Xudoga shukr. Do'stlik MMTP hududidan Ziyoratbog' fermer xo'jaligining rahbariman. Qancha joyga paxta ekdingiz, bug'doy ekdingiz? 23,5 gektarga paxta ekdik. Paxtamiz yaxshi edi. 10 gektarni Sinjon usulida ekdik. 350 million bizga kredit ajragan. Shundan 1% 3,5 million sug'urta kompaniyasiga to'lab berdik. U hodisa bo'lgancha biz 289 million kreditni yerga sarflab qo'ygan edik. Paxta o'zi gullash davriga keluvdi. O'sha qo'shni fermerlikka, o'sha G'ovasoyda tepasidan qo'shni fermerlikdan urib, to'g'ri bizga tushib kelib, sel urib, paxtalarimiz sel tagida qolib ketib, nobud bo'lib, umuman bir oy, 1,5 oy texnika ham kirib bo'lmadi, hech kim bo'lmasa, loy tagida qolib ketib, 20 gektar yeri nobud bo'lgan edi. 20 gektar loy oqizig'i tagida qolib ketdi. Paxtani tagida qolib ketdi. Umuman kirib bo'lmadi. Biz o'sha onlayn ariza berganimizdan keyin ertasi kuni kelib o'rganishdi. O'rganishdan keyin hech balo bizga hujjatdan so'raganlari yo'q. Shu bilan endi bo'ldi. Ko'ngilni uzib, anaqadan sug'urtadan hech balo kelmadi, qaytib telefon qilmadi desak, 7-avgust kuni bankdan telefon keldi. Keyin olib aytsam, shu tingalda sug'urtadan 291 million
pul tushdi. Men endi ishonmadim. 291 million. 291. Men ishonmadim haqiqatan. Keyin bankka qizillar yetib borib, haqiqatan buxgalterga ko'ringchi desam, ko'rib 291 million sug'urtadan pul tushibdi. Endi o'zimda yo'q xursand, ishonmagandim. Qaytadan o'sha qum tozalab, mosh ekibsiz, hozir ko'ryapmiz, dalada juda katta hosil turibdi. Hosil turibdi. Nima deydi? Demak, ham bu tomondan sug'urta puli ham nima bu yil yaxshi daromaddan chiqib ketar ekansiz demak. Endi paxta ekishda mavrati bo'lmadi, chunki ancha kechib ketdi. Keyin o'zi daromadimizni joyiga qo'yib maqsadida keyin o'rniga mosh ekdik. Hozir moshlarimiz yaxshi, moshdan ham xudo xolasa 100 milliondan oshiq daromad kutyapmiz. Xudo xolasa mosh bilan bo'lib, u 291 million bo'lib, ancha daromadlarimiz zo'r bo'lib, bilmagandek, ko'rmagandek bo'lamiz xudo xolasa. Sug'urta jamg'armasiga katta rahmat. Biz to'g'risi ishonmagan edik. Mana katta rahmat shunchalik. Yil boshida o'sha 3 million 900 1% kreditni to'layotganingizda qanaqa ana ishingizdan hissiyotlar? Unda sal to'g'risi g'ashimiz kelgandi, chunki biz ishonmagandik-da. Mana shunda yaxshi ham qilib qo'ygan ekanmiz. 291 million u aytmoqqa oson, kichkina pul emas-da. Qishloq xo'jaligi tarmog'ida sug'urta mexanizmi kelajak uchun najot hisoblanadi. Sug'urta mexanizmi ayni qishloq xo'jaligi fermerlarimiz, bog'dorlarimiz, dehqonlarimiz og'irini yengil qiladigan asosiy mexanizm. Chunki ko'ryapmiz, so'nggi yillarda suv bilan bog'liq vaziyat, iqlim o'zgarib, har xil kataklizm, har xil ob-havo hodisalari ko'payapti. Kimdir bu paytda fermerga, bog'dorga yordam berish kerak va ayni hozirgi paytda bu mana shu qishloq xo'jaligi sug'urta jamg'armasi yordamga kiryapti. Hosilingizni sug'urtalang, sug'urta jamg'armasiga ishonch hosil qiling. O'ylaymizki, kelajakda juda ham ko'p masalalarda u sizni og'iringizni yengil qiladi.